Xitoy laminati nimaga arzon sotiladi? Xitoy laminatida raqobat shunday kuchayib ketdi. Shuning uchun ham zavodlar bir-biri bilan raqobat qilgani uchun ko'p narsada tejashga o'tib ketishdi. Birinchidan, HDF o'rniga MDF ishlatish boshladi. Bu nima degani? Bu yumshoqroq bo'ladi material va MDF nisbatan arzonroq yuradi. Ikkinchidan, 8 mm o'rniga yupqaroq 7-7,5 mm qildirib olib kelish ehtimoli katta. Uchinchidan, Xitoy 31-klass laminatini O'zbekistonga kelayotganda 32, 33, hattoki 34-klassga yozdirib kelishyapti. Lekin aslida qutisida yozilgandan boshqa hech qanaqa sertifikatlari bo'lmaydi. To'rtinchidan, biz o'zimiz guvohi bo'lganmiz, korobkasiga ustidagi metr kvadratdan tashqari zamugini qo'shib metr kvadratni yozdirib keladigan insonlar ham bor. Va eng asosiysi, haqiqatdan ham ko'p laminatlar I1 sertifikatdan o'tmagan bo'ladi va bu sizni saraton kasalligi olib kelishi ehtimoli juda ham katta bo'ladi. Shuning uchun pol mahsulot tanlayotganingiz albatta shu 5 ta narsaga e'tibor bering. Adashib qolmaslik uchun albatta bizga obuna bo'ling va pastdagi raqamlarga murojaat qiling.